O'zbekistonda Namanganda ixtirochi akalarimiz bir oyda 1,5 milliard so'm foyda keltirgan ixtironi o'ylab topishdi. Bu ko'rib turgan stanoylaringizda bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya ishlab chiqariladi. Bu joyga biz Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Bu ishni ustasidan, mutaxassisdan to'liq ma'lumotni olib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaylik. Xo'p, do'stlar, ma'lumot berishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sohibjon aka, charchamasdan ishlar bilan. Xo'p, aka, bu obunachilarimiz uchun qiziq kanalizatsiyalar haqida ma'lumot bersak. Aka, buni bir umr to'lmaydi deyapmiz. Kanalizatsiya to'lmasligining sababi o'zini maxsus bakteriyasi bor, o'shani soptirish kerak bo'ladi. Zanglamaydi, chirimaydi. Shisha toladan bo'ladi aka bu. Shisha toladan bo'ladi. Aha. Xonadonlar uchun mo'ljallangani 3 tonnalik bo'ladi. Bu yoqqa yuraveringda ko'rsatamiz aka. Endi ob-havo bu joyda xonadonlar uchun katta obyektlarga ham bor aka. kelavering aka, mana shu yerda davom ettirib ketaveramiz. Ishlab chiqarilayotgan joyi. Mana aka, bu yerda ko'rishingiz mumkin 3 tonnadan 50 tonnagacha idishlarimiz tayyorlari bor. Shu ko'rib turganimiz eng kichkinasidan boshlasak aka. Eng kichkinasidan boshlasak mana aka, bu yerda Uy sharoitiga do'stlar ham ishlayotishibdi aka, mana shu surib qo'yamiz aka. Shu ko'rib turganimiz do'stlar eng kichkinasi. Bu nechta tonnali aka? Sohibjon aka. Hozir aka mana shuni stopda. Aka, bu 3 tonnaligi bo'ladi, bu 50 tonnaligi. Eng kattasi va eng kichigi. Kattasi, eng kichigi. Hamma razmerda bor aka, 10 tonnaligi bor, 20 tonnaligi bor. Xo'p, 3 tonnalikdan 50 tonnaligacha zakaz bo'yicha qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Bu nimaga 3 tonna desangiz, bu standart xonadonlar uchun mo'ljallangan. Xonadon uy sharoiti. Misol xonadonda 6 ta 7 ta odam bor, a? Mashina bitta o'rnatib olinsa to'lmaydi. To'lmasligining sababi boya aytib o'tganimizdek, o'zini maxsus bakteriyasi bor. Har 6 oyda soptiriladi. Uning narxi 50 ming so'm turadi. Har 6 oyda uy sharoitida. Uy sharoitida. Hidlanmaydi, Hidi chiqmaydi, zanglamaydi, chirimaydi, to'lmaydi aka. Misol betondan qilinsa ham ancha alik bo'ladi, hidi chiqadi, rasxod bo'ladi, hid chiqadi. Buni hid chiqmaydi deyapti, to'lmaydi deyapti. Yana bir kerakli ma'lumot so'rasam aka, bundan chiqqan suv uy uchun nima deydi, devorlarga sho'rlatib, unaqa zarari bo'lmaydi. Unaqa ziyoni yo'q. Nimaga desangiz, bundan yomg'irda suvga o'xshagan suv chiqadi-da. Texnicheskiy suv deyiladi, o'shaqa suv chiqadi. O'shaning hisobiga ziyoni yo'q. Qancha yomg'ir yog'sa yer emib ketyapti, bundan chiqqan suvni ham o'shani singar aka. Yer emib ketaveradi. O'shaning hisobiga to'lmaydi. Yerga singib ketaveradi. Shunaqa. Xo'p, uy sharoitiga mana 3 tonnaligimiz har 6 oyda bakteriya solinadi. Xo'p, bu 10 tonnalik. 10 tonna. 10 tonnalik. Bu asosan qanaqa joylarga? Misol buni qo'lingizda 50 ta 60 ta odam ishlaydi. Kanalizatsiyada muammo bor. Bizga aloqaga chiqsangiz, mana shuni o'rnatib beramiz bitta. Odam soniga qarab o'rnatiladi. Nechta odamga mo'ljallangan shu? 50 ta deylik. 50 ta o'rtacha 60 ta odamga mo'ljallangan. 60 ta. 10 tonnaligi bu. Endi mana bu kattasi-chi? Bu kattasi aka, katta tekstil, domlarga kanalizatsiya yetib bormagan joylar bo'lsa, dom shunaqa joylarga qo'yib beramiz. Bu taxminan nechta odamga mo'ljallangan bu narsa? Bu aka xonadonga pichilganda bir 30 tagacha boradi aka. 30 ta xonadonga, yetadi. Yetadi. Mana shu ko'rib turgan holatda juda 50 katta narsa. tonnalik aka mashinamiz. 50 tonnalik eng kattasi. Aha. Mana bu eng kichkinasi 3 tonnalik. bu 10 tonnaligi. Keyin aka, bakteriyasini keyinchalik qaydan topamiz? U defitsit emasmi, bor narsami deyishadi. Uni o'zimizda do'konlari bor, internet do'konimiz bor. Hamma joyga dastavkamiz bor. O'zlaringizdan yetkazib beriladi. Bakteriya. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga bor dastavkamiz. Shunaqa. Bu 3 qismga bo'lingan-da bu narsa. Ichi 3 kamera bo'ladi. 3 kamera bo'lishining sababi aka, mashetida bor kamera, mashetida. Nimaga bu yoqqa katta desangiz, bu yoqqa kelib ulanadi aka. Bu ushab turish kerak, bakteriya to suv qilib olguncha. Ushab turib suv o'tadigan kichkina joyi bo'ladi, faqat suv o'tadi. Bu ikkinchisiga, xo'p, misol ozmoz o'tib qolsa, axlat yo biror nima yetkiza olmay qolgan joyi bo'lsa, bu yerda ishlab oladi aka. Keyin bunisiga suv qilib o'tkazadi. Keyin bundan chiqib ketaveradi. O'shancha bo'lib chiqib ketadi bu tomondan. Mana shu holat. Mana tayyor zakatovka bo'lgan holati. Tayyorlanish jarayoni. Buni aka materiali qanaqa bo'ladi? Chirishi, zanglashi necha yilgacha Xudo xolasa
garantiya beriladi aka. Kamida 50 yillik aka. Bu Kamida 50 yil. zanglamaydi, chirrimaydi, kuya tushmaydi deymizmi? Haliga tushmaydi-yu, kuya deb qo'yiladi. Bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya deganimiz sababi shu. Shu. Eng kamida 50 yil Eng kamida 50 yil. garantiya beriladi. Eng kattasi. Bu joyda aka boshqa razmerdagilari ham bormi? 8 tonna. Bor, 5 tonnaligi bor ekan mencha. 5 tonnaligidan ko'rsatsa. Tonnaligimiz tomonlarda bor. Mana bu 5 tonnaligi. 5 tonna. Bizga telefon qilishadi aka. To'liq ma'lumot. Nechta odamligini aytsa, unga qarab biz idish aytamiz aka. Aha. Endi aka bularni obunachilarimizga narxi qiziq. Narxidan aytsa aka. Narxi 7 million so'm aka, xonadonlarga mo'ljallangan. 7 million so'mdan boshlanadi. Boshlanadi, u yog'iga ketaveradi. Shu ko'rib turgan eng katta 50 tonnaligimiz qancha aka? 8 ming aka u. 8 ming. Aha. Shu joyda turishi. Domlarga qo'yiladi o'sha aytganimizdek tekstil. O'rnatib berish xizmat qanaqa bo'ladi? Dastlabki montajlarimiz bor aka. Dastlabki montajlarimiz bor. Buni Buni ichida bo'ladimi? Vodiy bo'ylab ichida. 8 ming dollarning ichida. U yog'iga qo'shilib boraveradi o'sha aytganingizdek. Boshqa viloyat Toshkent shahar qo'shiladi. Qo'shiladi. Qo'shni davlatlarga yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz aka. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yetkazib Iloji beriladi. bor. Telefon qilishsan, kelishamiz aka. Telefon qilinadi, kelishib beriladi. Bu narxlarini 8 ming dollar eng qimmati. Bu 10 tonnalik qancha aka? 10 tonnalik 2200 dollar aka. 2200 dollar. 7 million so'm 7 million so'm xonadonlar uchun. xonadonlar uchun. Bitta xonadonga yetadi. Bitta xonadonga yetadi. Ikkita xonadonga qilsa bo'ladi. Ozchilik oila bo'lsa, bo'ladi unda ham. Odam soniga qaraydi Odam aka, o'sha soniga aytganimizdek odam sonini aytsa unga qarab aytaveramiz. e'tibor beriladigan bitta joyi bakteriyani o'z vaqtida solinishi deyaptilar aka. O'sha o'z vaqtida bakteriyani solib turish kerak-da. Bu tushgan xalatni suv qilish uchun bakteriya kerak aka. Ha. Bo'lmasa yopiq drenajga o'tib ketib qoladi-da, o'sha yerda o'zi bo'lib qoladi. Hid bo'lmaydi-yu, baribir. Har 6 oyda Har 6 oyda bakteriyasi. necha pullik ketadi rasxoti aka xonadonlar uchun? Hozirgi kundagi narxi 100 ming so'm yiliga aka. Yiliga 100 ming so'm. 6 oyda ellaymiz. Kanalizatsiya to'lovlari ham bu narxdan qimmatda. Shunaqa ekan. Mana bu kattalariga endi ko'proq, tezroq bakteriya tashlash kerak. Ha, bularga har oyda solib turiladi. Sohibjon aka, buni bakteriyani o'z vaqtida solinmasa qanaqa holat bo'lishi mumkin? Hid chiqadi o'sha aytadi aka, bakteriya soldi, bakteriyani vaqti. O'zi gapiradi. Ha, o'zi aytadi aka. O'zi aytadi. O'sha hidlanish paydo bo'ldimi, значит bakteriyani solish kerak. Sirasi hid yo'qoladi, o'sha ishlashni boshlayveradi. Faqat o'z vaqtida e'tiborli bo'lib solinsa bo'ldi bakteriya. Boshqa muammo bo'lmaydi. Yo'q, boshqa muammo bo'lmaydi. Akalarimiz shu ishni xalqqa manfaat tegadigan ish qilishibdi. Barakasini bersin. Do'stlar, qiziqqanlar, shu narsani uyga, tashkilotga, ishxonalarga o'rnatmoqchi bo'lganlar bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz pastda. To'liq ma'lumot olish uchun akamizdan aloqaga chiqib, bemalol so'ralaveradi. O'zbekiston bo'ylab qo'shni o'rnatib berish xizmatlari bor. Vodiy bo'ylab xizmati ichida bo'lar ekan, boshqa viloyatlarga, Toshkent shahriga kelishiladi. Qo'shni davlatlarga ham yetkazib berilar ekan, xizmat o'rnatib beriladi. Aka, vaqtingizni ham aytsan, biz to'liq ma'lumot berganingiz uchun katta rahmat. Rahmat aka, sizlarga. Ishlaringizga rivoj. Qadrli obunachilar, videomizda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, like bosib, palpitsiya tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlanglar. To'liq ma'lumotlar olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.